Kengaytirilgan qidiruv funksiyasi. Universal qidiruv funksiyasi ostida kengaytirilgan qidiruv tugmasi bosilganda kengaytirilgan qidiruv oynasi ochiladi. Ushbu oynadagi hammasi tanlanib qidiruv berilganda konstitutsiya, qonunlar, kodekslar, prezident farmoni, qaror va farmoyishlari, vazirlar mahkamasining qaror va farmoyishlari hamda idoraviy normativ huquqiy hujjatlar. Oliy Majlis tanlanib qidiruv berilganda Oliy Majlis palatalari va kengashlarining qarorlari. Mahalliy hokimiyat tanlanib qidiruv berilganda mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarorlari. Xalqaro tanlanib qidiruv berilganda xalqaro hujjatlar, jumladan xalqaro shartnoma, kelishuv, bitim kabilar. Texnik tanlanib qidiruv berilganda texnik tusdagi, jumladan sanitariya, veterinariya sanitariya, fitosanitariya qoidalari va normalari, shaharsozlik, ekologik normalar va qoidalar kabi. Sud amaliyoti tanlanib qidiruv berilganda sud hujjatlari, jumladan O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining Konstitutsiyaviy sudining qarorlari kelib chiqadi. Sud qarorlari iqtisodiy, ma'muriy, fuqarolik, jinoyat ishlari bo'yicha sud qarorlari nomli 4 ta ustunga ajratilgan. Ushbu ustunlardagi tegishli yo'nalish tanlanganda Oliy sudning tizimiga o'tiladi hamda tanlangan yo'nalish bo'yicha hujjatlar ro'yxati chiqadi. Universal qidiruv funksiyasidan farqli ravishda kengaytirilgan qidiruv oynasida hujjatlarni bir qator mezonlar asosida qidirish imkoniyati mavjud. Xususan bunda hujjat raqami, hujjatlarning raqami kiritiladigan joy, Adliya vazirligi ro'yxat raqami, vazirliklar, qo'mitalar va idoralarning Adliya vazirligida davlat ro'yxatidan o'tkazilgan hujjatlari chiqadi. Hujjat tili. Hujjatning o'zbek, kiril, lotin alifbolari, rus va ingliz tillaridan birini tanlash imkonini beradi. Qabul qilingan sanasi. Hujjatning qabul qilingan sanasini qo'yish orqali uni topish imkonini beradi. Shuningdek, qaysidir oraliq davridagi hujjatlar kerak bo'lsa, o'ng tomondagi oraliq tugmasi belgilanib tegishli oraliq davr tanlanadi. Hujjat nomi, matndagi so'z yoki jumla. Hujjat nomi, matnidagi so'z yoki so'zlar qo'yilganda hujjat nomi matnida ushbu so'zlar mavjud bo'lgan hujjatlar ro'yxatini chiqaradi. Shuningdek, agar hujjat nomi matnidagi qaysidir so'zni qo'shimchasi bilan to'liq bilmasangiz, unda so'zning o'zak qismidan keyin yulduzcha belgisini qo'yib qidiring. Masalan, tabiatni degan so'zni yozib qidirilsa, aynan hujjat nomi matnida tabiatni degan so'z mavjud bo'lgan hujjatlar ro'yxati chiqadi. Agar tabiat yulduzcha belgisi bilan qidirsangiz, unda hujjat nomida matnida tabiat so'zini uning qo'shimchali shakllari, tabiatni tabiatning, tabiatdagi kabi bilan birga topib beradi. Hujjat holati. Amaldagi va o'z kuchini yo'qotgan hujjatlarni saralash imkonini beradi. Kuchga kirish sanasi. Hujjatlarni kuchga kirish sanasi bo'yicha hali kuchga kirmagan hujjatlarni aniq sana yoki oraliq davr tugmasini belgilagan holda qidirish imkonini beradi. Hujjat kuchini yo'qotish sanasi. Hujjatlarni kuchini yo'qotish sanasi bo'yicha kelgusida kuchini yo'qotishi belgilangan hujjatlarni aniq sana yoki oraliq davr tugmasini belgilagan holda qidirish imkonini beradi. Hujjat turi. Hujjatlarning tegishli turini tanlash, kodeks, qonun, farmon, qaror, buyruq kabi orqali qidirish imkonini beradi. Organ. Hujjatni qabul qilgan organlar ro'yxati keltirib o'tilgan bo'lib, ulardan biri tanlanganda ushbu organ tomonidan qabul qilingan hujjatlar ro'yxati chiqadi. Qonunchilik sohalari. Hujjatlarni qonunchilik tarmoqlarining umum huquqiy klassifikatorida belgilangan sohalar kesimida qidirish imkonini beradi. Izlash. Qidiruv oynasidagi maydonchalardan biri yoki bir nechasi to'ldirilganda hujjatlarni topib berish vazifasini bajaradi. Izlashni tozalash. Qidiruv oynasidagi maydonchalar to'ldirilgan bo'lsa, ularni bo'sh holatga, dastlabki holatga keltirish imkonini beradi. Qidiruv oynasidagi ushbu funksiyalarning barchasi qidirilayotgan hujjatlarni tezlikda hamda oson topish imkonini berishga mo'ljallangan.